Alo. Assalomu alaykum. Pochcha? Ha, xola. Men Shodiman. Ha, Shodiyar. Xola. Uydamisan yo qayerdasan? Uydaman, uyda. Ha, uyda bo'lsang, men o'zim telefonim puli yo'q ekan, mana bitta ukamga iltimos qildim-da, nima dedim, Toshkentda edim, Sergeliga ketyaptilar. Ha. Menikida telefonda pul tugagan ekan. Aha. Shunaqangi yomon yomg'ir yog'ayapti, anaqa yo'li bor ekanda, burun qaynatam o'raqni 3 marta yerga tiqib, shop bobolarim deganda yomg'ir to'xtar edi-da. Shuni qilib men uyda emas edim. Nima qilaveray? Ayamga aytmoqchi edim, men sen chiqib qolding mayli, senga ham aytaman. Ha, mana xolam opamga beryapman. Ha, opangga bergin. Alo. Assalomu alaykum aya. Ha, Malika qanday? Yaxshi, rahmat. Men mana bitta ukamdan iltimos qildim. Birov telefon qilyapman. Uzr endi. Telefonda tugagan ekan. Uyda o'raqlaring bor. Yerga tig'ib olib turib 3 marta sof bobolarim deb yo'lini qilib qo'yinglar, bu yomg'ir to'xtasin. Meni qaynatam shunaqa qilar edi avval. O'zini yo'li bor buni ham der edi. Nimani deysan? Voy, hali tushunmabdi-yu bular, anqolmabdilar. O'raq borku, o'raq. Tushundingizmi? Nima deysan? Qaytadan gapir. O'raq borku, o't o'radigan o'raq. O'raq? He? Nima qilish kerak uni? Yerga chiqib olib, sof bobolarim deb aytish kerak ekan. Ha. Yo'lini qilish kerak ekan. Aha. Men uyda emas edim. Shuni sizlar qilib qo'yinglar. Ha, mayli bo'pti. Men Sergeliga ketyapman. Mayli, rahmat. Ha.